Qaranglar, eski mavzuni yana qaytarib bitta ko'tarib olaman. Paxtakor uyiga Ronaldo kelyapti, lekin hamma sektoriga muxlisni qabul qila olmaydi. Ta'mirtalab Ortiqxo'jayev stadionni to'liq remont qilib bera olmadi. Endi odamni sig'dirish kerak, baribir futbol muxlislar uchun o'ynaladi. O'shaning uchun Paxtakor o'zini uyida katta ehtimol bilan o'ynamaydi yoki o'sha vaqtgacha qolgan anaqalarni hech bo'lmasa o'tirmasdan turib tomosha qilsa bo'ladigan holatga keltirib qo'yishadi sektorlarni. Agar buni ham eplolmasa qatga borishi mumkin. Bunyodkorga boradimi? Gazon, rasvo. Yaqinda qurib bitqizayotgan bitta stadioni bor-ku, kichkinagina. Terma jamoalar uchun qilingan. Uni ham chimi rasvo bo'lib ketibdi. Yaqinda ikkita komanda o'ynaganida ko'rdik. Qaranglar, o'zi bizada nimaga chim rasvo bo'lib ketadi? Ob-havo sababli. Bitta eng katta sabab bu ob-havo. Chim bizadagi chimlar chet eldan olib kelinadi, bilasizlar. Palon pulga bir necha yuz minglab dollarlarga chim olib kelinadi chet eldan, asosan Yevropadan. Yevropada ob-havo qanaqa? O'rtacha 25 gradus, 25 ham ular uchun issiq. 30 bo'lsa, necha mingta odam o'lib ketdi yaqinda 30 dan oshganida. O'shanaqa iqlimda o'rgangan chimni olib kelib ekishadida, 50 gradus oftob charaqlab quyosh bo'lib ketganda gazonlar o'lib ketadi, hamma yoq sap-sariq bo'lib ketib qoladi. Tushundinglarmi? U yoqdagi narsa bu yoqqa to'g'ri kelmayapti. Xuddi madaniyatga o'xshab. Yevropani madaniyati, bilimi, boshqa narsasi bizga to'g'ri kelmaydi-ku. Xuddi shunaqa gazoni ham to'g'ri kelmayapti. Stadionlar bilasizlar, tepasi ochiq, bizada stadionlar usti yopiladigan stadion emas va quyosh urib tashlayapti va o'sha gazon, o'sha pullar bir tiyin bo'lib ketib qolyapti. Lekin o'shani saqlay olayotgan klublar bor. O'sha Farg'onadagi Neftchi, o'sha oftobda ham, issiqda ham stadion chimini saqlay olyapti. Endi buni izohlash mumkin. Farg'onani O'rta Osiyo durdonasi deyishadi, chunki sersuv o'lkada, bekorga vodiy deyishmaydi. U yoqda suv ko'p va namgarchilik ham Qashqadaryoga qaraganda, janubiy o'lkalarga qaraganda yaxshiroq. Lekin Nasaf ham o'zini stadionini yaxshi saqlay oldi, o'sha chimini. Demak, bu yerda gap faqat ob-havoda emas, o'sha e'tiborda. Yaxshi e'tibor berish kerak, dorilarni, boshqa narsasini yaxshi berish kerak. O'shaning uchun hech qaysi gap, hatto 95 ga kirgan yillarda ham aniq shunaqa qilsang shunaqa bo'ladi yoki mana bunaqa qilmasa bunaqa bo'lmaydi degan gaplar ham umuman 100% ishlamaydi. Ya'ni o'sha Yevropani chimi O'zbekistonga olib kelinyapti, hammasi rasvo bo'lib ketyapti. Bu degani Yevropaniki O'zbekistonda ko'karib ketadi degan, ko'karib ketmaydi degani emas. Eplagan qilyapti. Anu Neftchi qilyapti, Nasaf qilyapti, ko'ryapsizlar. 50 gradus issiqda o'sha Yevropani chimini saqlay olyapti. Boshqa klublar saqlay olmayapti. Buning uchun dorisini yaxshi berish kerak, yaxshi parvarishlash kerak va eng asosiysi o'yin bo'lmasligi kerak. Oboddagi Jar stadionini olaylik, o'yin ko'p bo'lib qanaqa rasvo bo'lgandi. Xo'sh, agar chetdan olib kelinayotgan sifatli chimlar O'zbekistonning iqlimiga bardosh bera olmasa, O'zbekistonga mos bo'lgan maysadan foydalansak bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. U maysa hamma biladigan ajriq. O'zbekistonning dubl jamoalari U21lar bor-ku, da'vogarlar jamoalari. Juda ko'pisida ayollar futbolida o'shanaqa maysalardan, ya'ni ajriqli stadionlardan foydalanishadi. Hatto ba'zi anaqalar klublar ajriq bilan gazonni aralashtirib gibrid qilib sepishyapti. Lekin ustidan yana gazon sepib yurishingiz kerak bo'ladi tez-tez, chunki ajriqqa quvvati shunaqa kuchli, u kerak bo'lsa bitta ekib qo'ysangiz 100 yil ham turib beradi. Zich bo'ladi. Gazonni yeb qo'yadi. Gazon bilasizlar dona-dona o'sadi, nozik bo'ladi. O'shaning uchun ajriq gazonni yeb tashlayveradi. O'shaning uchun doimiy gazon ajriqqa sepib turish kerak. Agar poliyani gibrid qilsangiz yoki o'sha ajriqdan iborat qilsangiz. Ajriqdan iborat qilish har doim ham to'g'ri qaror emas, chunki u sarg'ayib ketadi. Sarg'ayib ketdi degani uxladi degani, uvol bo'ldi degani, u yoqda futbol o'ynab bo'ladi degani emas. Xo'p. Ajriq qachon yashil holatga, futbol o'ynasa bo'ladigan holatga keladi. O'zi umuman uni daji mashinkada o'rib, tekslab futbol o'ynashga qulay ham qilib bo'lmaydi. Ajriqni qilish qiyin. Koptok ham tez dumalamaydi. Maysaga nisbatan, gazonga nisbatan o'zini apparatlari bor. Koptonni dumalatib ko'rib o'lchab olishadi. Gazonda juda sekin aylanadi. Futbol tezligini o'ldiradi bu. Oson emas gazonda o'zi futbol o'ynash, yugurish. Nima demoqchi edim? Agar shu ajriqli poliya qiladigan bo'lsangiz, bahor oxiri moydan boshlab qilishingiz kerak. U kuzni oxiriga kelib yana sarg'ayib ketib qoladi. Bunaqa qisqa vaqtda Superliga, O'zbekiston Kubogi o'yinlarini o'tkazib bo'lmaydi. Tushunasizlarmi? Agar ajriq qilsa nima bo'ladi degan savolga javob bu.
Endi tog'ali sug'orish tizimi nima, drenaj tizimi nima, Nasaf futbol komandasi, chim sohasidagi Superligamizdagi eng ilg'or jamoa nimalar qilayotgani haqida ikki og'iz gaplashib o'zi. Illo vaqt 3 minutgacha cheklangan. Xo'p, sug'orish bu o'zinglar bilasizlar, suv sepiladigan narsa. Drenaj tizimi esa suvni yutib ketadigan narsa. Xo'p, ko'pchilik hamma stadionda bor, hatto O'zbekiston stadionlarida ham katta komandalarda bor. Yevropani gapirmasa ham bo'ladi. Yomg'ir yog'adi bilasizlar, qanaqa sharillab, lekin oyog'inglarning tagida ko'lmaklar hosil bo'lmaydi. Superliga o'yinlarida ba'zi jamoalarda o'yindan oldin hatto yomg'ir yog'ib o'tgan bo'lsa ham ko'lmaklar hosil bo'lib qoladi. Bu avvalo maydonni nima desa bo'ladi, o'nqir-cho'nqirligidan dalolat. O'zi o'nqir-cho'nqir bo'lsa ham suv sizib ketishi kerak edi, qachonki unda drenaj anaqasi bo'lsa, sistemasi bo'lsa, ya'ni suvni o'ziga yutib ketadigan narsasi bo'lsa. Maydon qilish degani bu tuproqni ustiga chim qo'yib qo'yish degani emasda. Uni tagida yana narsalar bo'ladi. Xo'p, Nasaf futbol komandasi chim bilan juda ham yaxshi shug'ullanadi. U komanda nima desa bo'ladi? Chimlarni hatto o'zi yetishtirib chiqazadi, o'zi urug'i, balobatlar berish kerak bo'lgan dorilarni vaqtida beradi, vaqtida parvarish qiladi. O'shaning uchun stadionni chimi ob-havo qishda ham, yozda ham yaxshi turadi. Kamdan kam holatda mas'uliyatsizlik qilib qo'yishadi. Atak qolgan anaqalarda yaxshi. Oxirgi 10 yillikni olsak, balkim eng yaxshi chimiga qarab kelayotgan klubdir. Xo'p, ular hatto o'zligi chim yetishtirib chiqazishadi va sotishadi ham. Ishoninglar, Navbahorga, OKMKga yana eski kelmayapti. Yana ba'zi jamoalarga chim sotgan ular. Surxon bo'lsa, ularda bilsanglar bir toshkentlik boylarga tegishli payt edi. Ya'ni Surxonni bir toshkentlik boylar kompaniya sotib olgan edi va u Surxonni ular intildi Toshkentda o'ynatishga, ularga qolsa Surxondaryoniki emas, Toshkentniki qilishga intilishdi ular. Rahbariyat Toshkentdan turib Surxonni boshqardi, Toshkentdan odamlarni qo'ydi, futbolni tushunmaydiganlarni va keyin ular tashlab ketishdi. O'sha xususiylashtir deydi, lekin bizada hech kim eplolmaydi. Aniqrog'i, ko'ti chidamaydi unaqa zararga ishlashga. Bizada futboldan pul topib bo'lmaydi. Agar hamma futboldan pul topishni boshlaganda, Superligamiz hozir qanaqa darajada bo'lsa, aytaylik, dunyo reytingida 90-dir o'rinda tursa, balkim yana tashlab yuboradi. O'shoninglar juda 2x emas, bir 10x da tashlab yuboradi. Surxon haqida keyin gapiraman. Mayli, shu yerda 3 minutga tiqib qo'y. Surxon vaqtida urug'lar narsalar yetkazib berilmadi va stadionni chimi rasvo bo'ldi. Hozir qo'y boqsa bo'ladigan bo'lib qolgan, balkim ehtimol kimdirlar qo'yini boqib yurgandir. Shunaqa gaplar, joninglar sog' bo'lsin.